Qiziq holat. Счетчикimiz blokda puli tugagan. Vixtozni tekshiramiz. Qo'shnisinikidan tekshiramiz. Bor. Blok turgan holatda endi avtomatni yoqamiz. E'tibor beringlar. 3 ta. Lekin bari blok yozyapti. Endi testerga qaraymiz. Yo'q tutib. Buni tekshiramiz. Bor. Bunda yo'q. Lekin bu ishlayapti. Endi amperajga qo'yamiz. Amperajga qo'yib, flash bilan tekshiramiz. 0.3 amper bor deyapti. 0 da. Endi bu xato qayda? Счетчикdami?